Endi qimmat gamusoviy pirojnolarni sotib olmasdan uy sharoitida o'zimiz tayyorlaymiz. Birinchi navbatda muzday suv hamda jelatinimizni yuvib olamiz. Suv, tuxum sarig'i hamda shakari erib ketguncha gazga qo'yamiz. Issiqligida yuvib qo'ygan jelatinimiz hamda shokoladimizni sovolamiz. Alohida idishda qaymog'imizni isitishgunicha ko'pirtirib, shokoladli massa bilan aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni muz uchun mo'ljallangan qoliplarga solib chiqamiz. Yaxshilab qotib olishi uchun bir kechaga muzlatgichga olib qo'yamiz. Ustiga glazuri uchun birinchi navbatda jelatinlarimizni yuvib olamiz. Suv, shakar, qaymoq hamda glyukozani solib, bir xil massa bo'lgunicha gazga qo'yib olamiz. Shakarlari erib ketgach, gazdan olib, yuvib qo'ygan jelatinimizni solamiz. Ketidan tayyorlab qo'ygan shokoladlarimizni solib, issiqligida eritib olamiz. Tayyor bo'lgan glazurimizga xohlagan rangingizni solsangiz bo'ladi. Men massani ikkiga bo'lib, qizil hamda yashil ranglarni soldim. Bir kecha muzlatgichda turgan muzlarimizni olib, ustiga glazur qo'yib olamiz. Judayam mayin, ta'mi og'zingizda qoladigan muzli pirojnolarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha!